ayolingning nimaga ehtiyojli ekanligini bilmay turib, hammani tepib akirib berdim. Osh qo'ydimmi? Yalang'och qo'ydimmi? Nimangni kam qildim deb yo'g'on so'zlama. Ayol kishi osh qilib, yalang'och qilib yotliq bo'lmaydi. Ko'zingni yo'g'on ochib jamiyatga qarab baq. Arsiz yurgan qaysi ayol osh yalang'och qopdi? Bir ayol uchun boylik, nom shuhratdanmi bakarak tasalliga, hamroh bo'lishga, illiqlikqa, kuyinishga, haqiqiy mehr muhabbatga muhtoj nurg'un kishilar bor. Bunchalik oddiy talabni qondira olmay turib, o'zingni erkak chaqlama. Erning birinchi mag'lubiyati o'zining ayolini, oilasidan illiqlik his qildira olmaslikdir. Ayolingning sana kuyinishlari, sendan ansirashlari yo'qolgan daqiqada tushungan. Sana nisbatan butun muhabbati o'lgan bo'ladi. Sendan burunla umidini uzgan bo'ladi. Bir ayolning nimani o'ylaydiganini bilamsan. Sen bu turmushda mag'lub bo'lding degan gap. Ayolingning yuragidagi muhabbat o'tlarining o'rnini sana bo'lgan nafrati qoplaganda, bir umr bu nafratni yuyolmaysan. Ayolingni o'zgarding dema. Ayoling sana yotliq bo'lishdan ilgari oppoq qog'oz edi. O'z qo'ling bilan uning kelgusini yozding. Varaqqa nima yozsang, shuni o'qiysan. Shuning uchun xatolikni ayolingdan izlashdan burun men nima qildim deganni o'yla. Yaxshi er qarshi tarafdan xatolik izlamaydi. O'zidagi xatolikni o'zi tunib o'zgartirdi. Manba Tor dunyosi. Ovozdan Maryamgul Xushxo'y. Mana Yaproq saloni sizning eng yaxshi tanishingiz. Har kuni mushundaq nodir ovozli asarlarni anglamoqchi bo'lsangiz, indidaringizning odam qo'yish ramkasiga taniyincha Yaproq 339 deb yozib salonimizga qo'shib oling. Salonimiz o'zining rang-bar mazmunlari orqali ma'naviyatingizga yangicha do'st ato qilg'usi. Salon izlash nomi Yaproq 339.